Senlar odamlarni ongini zaharlayapsanlar. Mana bu murojaatim ijtimoiy tarmoqda o'zini faol qilib olib yurgan, masalan, birinchi Qalampir.uz, Kun.uz, Semlidagi Daryo va hokazolarga va ayrim blogerchalarga tegishli. Qachon meni politsiya olib Ozarbayjonda olib kirib qamab qo'ydi? Shu savolimga sizlar javob beringlar. Qo'qonlik tabib nomi bilan tanilgan Iqbol Soliyev ommaviy axborot vositalari va blogerlarga murojaat bilan chiqdi. Avvalroq u Bokudagi klinikada seans o'tkazayotganda katta navbat va tartibsizliklar yuzaga kelgani, shu sabab huquq-tartibot idoralari tomonidan holatga oydinlik kiritish maqsadida ushlangani haqida Ozar matbuoti Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar tarqatgan. Bu xabar o'zbek mediasida ham yoyilgan edi. Iqbol Soliyev bu xabarni rad etdi. Men Ozarbayjonda seans o'tkazgan bo'lsam, o'sha hafta ichida seans o'tkazdim. Davolashni Allohdan so'rab davolashga harakat qildim. Senlar qachon ko'rding meni politsiya va o'sha rahbariyati bilan muammo bo'lganini? Qaysi tashkilotlar meni yo'limni to'sdi? O'sha isbotni aytinglar. Soliyev hozirda O'zbekistonda o'z uyida ekani, yuqoridagi holat bo'yicha kerakli tashkilotlarga ariza yozayotganini ma'lum qilgan.